Oila mehr, ishonch va sabr bilan mustahkamlanadigan muqaddas maskan. Ammo ba'zan turmushda kelishmovchiliklar, o'zaro tushunmovchiliklar ham yuzaga kelishi mumkin. Zarafshon shahrida yashovchi yosh oilalardan birida bo'lgan tortishuvlar ham kelinning yaqinlari, ayniqsa ammasining g'azabini uyg'otdi. U jiyanining baxtsizligini qabul qila olmay, adolatni boshqacharoq yo'l bilan qaror toptirishni maqsad qildi. Jahl otiga mingan 54 yoshli ayol o'ziga tanish bo'lgan 1992 va 1994-yillarda tug'ilgan ikki shaxsni topib, kuyovining aqlini kiritib qo'yishini, evaziga esa katta miqdordagi pullarni berishga tayyor ekanligini aytadi. Aytdim-ku, kecha qanday dedim, ana shu tartibga bo'lsin, uyda qo'ymaydi, to'pladi. Mana ham sizni ham tortadi, xudo ko'rsatmasin. Nima deyapsan, ruhiy xasta bo'lib qolsan, tushundingizmi? Kim urdi, nima bo'ldi aytib berib bilolmasin, tushundingizmi? Qarab tashlab miyasidan hippot sochlarini yulsinlar, jigardan tepsinlar, keyinchalik bo'lsin, keyinchalik. Endi bilmayman, qanday qiladilar. Endi u shaqqa bizni deb aytdi-ku, o'zi telefon qildi. Bizdan umuman qo'yishmasin, tushundingizmi? Xotining bunday qilsan, gapirilmasin xotin haqida. Tushundingizmi? Iltimos sizdan. Nimasini tashlaydimi, videosini tashlaysiz ularmi? Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari suiqasd sahnasini tashkil etib, video tasmalarga muhrlab, ijtimoiy tarmoq orqali ayolga jo'natishadi. Ayol esa hech tap tortmay video suratlarni xursandchilik bilan qabul qilib, suiqasd buyurtmasi uchun kelishilgan 40 million so'm pullardan 2 million 300 ming so'm pullarni yollangan shaxslarning kartalariga tashlab beradi. Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda Zarafshon shahar ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati hamda Davlat xavfsizlik xizmati Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar davomida ayol jinoyat ustida qo'lga olindi. Mazkur vaziyatda ichki ishlar organlari xodimlarining yuqori darajadagi kasbiy mahorati, sergakligi va tezkorligi natijasida inson hayoti va sog'ligiga qarshi qaratilgan navbatdagi mudhish jinoyatning oldi olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Gumonlanuvchi fuqaroning xatti-harakatlariga nisbatan qonuniy baho berilib, jazo muqarrarligi ta'minlanadi. Oilaviy kelishmovchiliklar har qancha og'ir bo'lmasin, ularni aql va sabr bilan tinch yo'l orqali hal etish eng to'g'ri yechimdir. Aks holda esa bir zumlik hissiyotga berilish bilan bir umrlik afsus va nadomatlar bilan yashashga mahkum bo'ladi inson.